Mana qo'yib turdim ha. Yeteneği. Geldi. Serial. Qanaqa ish? Yeteneği. Ben bulmuş ko'rsanmi? Bunga hamma mashtiga o'tlarni tozalab olib kelib berishing kerak. Soqqasi bor. Gulla turursinmi? Bilmadim. Gullani ol. Hali ertalab ko'rasizlar. Ertalab shot. Ertalab bot. Hozir soat 4:30. 4:30dan uyg'otib yubordilar meni. Hozirchalik sotib tursam o'yini qo'lim to'lib ketdi. Ustiga tashlasang o'zi oladi. Yana ishlaydi. Do'stimga ancha ishlab qo'ydim o'sha. Talab hali ham bo'lmadi lekin. Yana kuchim qolmadi o'sha. Mashina tozalab oldim. Nima demoqchi edingiz? Bo'ldi, soqqasini beraman. Nechi bo'l ekan? Masalan $100. Yo'q, bo'lmaydi $100. Ko'p bo'lib ketdi, men unaqa ko'p ishlaganim yo'q. Kamroq bering. $10 yetib qolsa kerak. Mana mashinani manlik. Uyga ketdim unda bo'lmasa. Mana yetib keldim, mana Krister ko'chasi. Mana bitta Krister, mana u ham. Ko'rishingiz mumkin mana. Короче, hozir video olaman. Hop. Hop. Bo'l tez. Ur. Ha, ur. Yutdim. Videoni boshlab qo'yamiz endi. Kamera qoldi. Hammaga salom. Короче, bugun stream qilamiz. Короче, hozir stream tugadi. Tak o'chirdik. Ertalab tushgungacha o'ylarimdan uyg'otib yubordilar meni. Ketib qoldi joyda. Stop, pulimni tashlab chiqay. $25 berildi. $64 u $11 pulim bor. Kechaga ishingni davom ettirasan. Men faqat ishlash
Yashaging kelayotganmisiz ishi? Aytgancha bu birinchi qism. Ko'proq layk yig'sanglar, ikkinchi qismlar ham chiqadi. Bugun yoki erta indin chiqadi ikkinchi qism. Kim shunchalik chiroyli qilib qo'ydi. Hali ketyapti. Men narigi tarafga qilib turaman. Kerachi. Qoldi telefon. Jayant nima bo'ldi sizga? Jayant. Ali do'stlar jinniligi qo'zg'ayapti xo'jayinni. Hayır do'stlar ko'rdinglar, xo'jayin jinni bo'lib qoldilar. Shuning uchun jinnixonaga ketdilar. Hayır, jinni yo'lida ko'rishdi.